Yelkam bezov taqib turardi har xil zamonda. Davolanardim. Oldin 6 oyda, keyin ko'payib ketdi. Xudoga shukr, mana keldim. Rasuljon operatsiya qildim. Yaxshi bo'lib chiqib ketyapman. Kecha operatsiya bo'ldim. Bugun chiqib ketyapman. Bir oydan beri shu og'riq bilan yuruvdim. Oxirgi bir oydan beri kuchayib ketgan. Kuchayib ketdi. Nima dorilar olsangiz ham o'tmayotganmi? O'tmadi. Nervlarga ukol ham qildirdim, bo'lmadi. Operatsiyaga keldim, bir kunda qutulib, Xudoga shukr. Rasuljonga rahmat, qo'lingiz dard ko'rmasin, omadingiz bersin. Ilohi amin. Hammamizga Alloh panohida bersin. Alloh shifo bersin, sizlar qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling, rahmat. Kecha bemor onamizda umurtqa pog'onalarining ko'krak qismidagi 6 va 7 umurtqa pog'onalarida kompressionniy yengil perilom bor edi, singan edi. O'shaning hisobiga og'riqlar bezovta qilayotganligi, har xil dorilar olib ko'rsalar ham yaxshi bo'lmayotganligi sababdan sementlash operatsiyasi o'tkazildi. Perkutaniya bu kichkinagina bitta teshim orqali borib turib, igna bilan ichiga sement jo'natiladi va shu singan soha qotadi. Va bugun uyga chiqib ketyaptilar inshaalloh yaxshilar.